Bugun 5-noyabr. Juda qalin qor yog'di. Manzaraga bir baho berasizda, o'ta go'zal. Walking out of time, looking for a better place. Ketdi, voy, qorni qaranglar. Wow! Qalinligini ko'ryapsizlarmi? Maza bo'lyapti, boru, maza. Yurakchani qizartirib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu atmosferaga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Shahardan ko'rinadigan qorli tog'ga chiqqanmiz, 2000 metr balandlikdan teparoqdamiz. Hamma kelyapti mashinalarda. Xudo xolasa o'tin olib qo'yamiz shaharda. Osh qilamiz, xudo xolasa o'tlarni yoqib, isini mofilarni ichib dam olamiz. Hali ham ishlab yurgan o'rtoq uylarga videoni tashlab qo'yinglar. Mana shunaqa chiqib dam olib turishsin tog'larga. Qaranglar. Atmosfera juda go'zal. Qancha qor yog'di deyotganlar mana. Botib ketyapti ya. Voy, subhanalloh. Qor shunaqa bemalol do'stlar. Kelaverasizlar. Hop, yo'lga chiqayotganlar qancha qor yog'di deyapti. Yo'lda kelishyapti. Hozirga restortga dam olayotganlar bor, xonalar issiq, bemalol kelib, damni olib, qor o'ynab ketaverasizlar. Assalomu alaykum. Oke, mashinani nima qildingiz? Botqizib qo'yibsiz. O'zimdan tushib ketdim, oke. Men oyog'ini qarang. Sizdan baland ko'pa. Oyog'im kirib ketdi oxirigacha. Suv yo'limi nimadir bor ekanda, qor qalinligini qarang. Mashinangiz o'tiribdi. Endi chiqarib bera olasizmi? Podpisklar uchun bitta mashinani chiqarib bering, oke. Rosa maqtaganman sizni. Chiqaring, oke. Yurakchani qizartirringlar. Yuryaptimi? Davay. Vo. Chiqyapti. Voy, gap yo'q. Voy. Gap yo'q. Jahongir akamga bitta yurakchani qizartirib qo'yinglar. Drive rezerchilar bormi? Yuborib qo'yinglar. Havo zo'r bo'lyapti. Bolalarga pista pirish bo'ladi. Pista bilishmi sizlar? Pista bozor. Ertalagi videoda ko'rib kevordilar. Ha, ertamangi videozni ko'rdik-ku, yo'lga chiqdinglar. Maşalloh, baraka topinglar. Qaranglar, Marg'ilondan keldilaring, sizlar. Marg'ilondan kelishibdi do'stlar. Shu qor yog'yapti desam, nima videoda ko'rib turib ketdi deb turib bir. Ha, mistashak yo'g'ardi. Qorga. Dam olishga qolamiz mana, xudo xolasa joylarimiz ham bor, seroq, qor ham mana ertalabdan yetingani yo'q. Yo'q. Joylar zo'r ekan, ama issiq ekan. 14-15 holatiga peraval. Ko'prikdan kim o'tadi? Odamlar Ishlarmi? Ko'rsatvoradi. Bu ashi sayyohchilar ko'prikdan ketdi. kim qirani desa so'radi. Islom bordi. Ba'zanlarda ham ko'chada yurasizlar. Uxlab qolsang-u ertalab uyg'onganingda onang tepangda, o'g'lim Duroqo. Non ustiga sariyog' surib qo'ydim. Maktabga kech qolasan. Mana bomba atmosfera. Mana tepaga olib chiqib ketadi peshkom. Keling. Mana to'ylar tarixda bo'ladigan to'ylar mana. Mana. Qamash tog'larida to'y bo'lyapti mana. Shiraylar Chit qishlog'i, Qamash tumanida Chit qishlog'i mana. Tog'li hududda mana Qamash tumanida.
bugun ham Xudo xolisa ishni boshladik. 2025 hop 4-noyabr. Ertalab soat 9 mana. Xudo berdi qorni. Qor zo'r bo'lyapti mana. Qor mana chiroyli qorlar yog'yapti. Xudo berdi qorni. Bu Toshkent viloyat Parkent tumani Zarkent qishlog'i bu. Tog'li rayon. Mana shu niyoni ham kimga zapchast kerak bo'lsa bor. Boshginamni qay toshlarga uray endi. Onam rozi bo'lmas aniq to'yga endi. Peshonamning sho'rligini qarang endi.